Assalomu alaykum, ishqibozlar, parvozlar, tinchmisizlar, charchamayapsizlarmi? Ishlar bilan. Kuzgi sezon kelib qoldi. Xo'rozlarni ham boqib turibsizlarmi jo'jalarni? Mana shu xo'rozimiz endi tilovdan chiqyapti, xudo xolasa. 4,5-4 kilo 600 bo'lib forma bo'ladi. Tilovlari yetib qoldi. Bir hafta 10 kundan keyin uni chechak kasaliga sariq chaqa deydi, chechak deydi. Shunga emlaganmiz. Bir 10-15 kun o'tish kerak. Bir 10 kundan keyin nazorat sparingini o'tkazamiz, xudo xolasa. Mana shu zotlarni videolarini, sparinglarini, o'yinlarini tomosha qilish uchun Telegram kanalimizga qo'shilib olinglar. Mana shu videoni kommentariyasiga Telegram kanalimiz silkasini tashlab qo'yaman. Nomi Qora Quzg'unlar. Xudo xolasa bu zotlarni bir 6-7 yildan beri ishlaymiz. Mukammallashtirib, har xil seleksiyalarni qilib yaxshi, xudo xolasa uyaltirgan yo'q. O'zimiz o'ynasak ham, birovga bersak ham rahmatini eshityapmiz. Ishonchli, xudo xolasa. Telegram kanalimizga o'tib olishni unutmanglar. Kommentariyaga silka qoldiraman. Har xil chiroyli maslahatlar, xo'rozlarda har xil kasalliklarga davolar, sinovdan o'tgan maslahatlar, emlashlarda, misol har xil kasalliklarga emlash vaksinalarni maslahatlari berib boriladi. Erinmasdan Telegramimizga o'tib olinglar. Agar Telegramda kanalga silka orqali o'tishni bilmaganlarga nomer tasha desalaring, nomer tashlayman, yo Telegramda yozsalaring qo'shib qo'yamiz. Hammaning ishlariga omad. Doim xo'rozlaring yutaversin, omad.